Assalomu alaykum aziz va hurmatli vatandoshlarım. Umid qilaman ki sog' va salomat bo'lsangiz. Subh orzu dasturini o'zbeki bo'limiga xush kelibsizlar va bugun ham chorshanba. Men Maryam Muhammadi siz azizlarning xizmatlaringizga. Xo'p azizlar, Afg'onistonning 34 viloyatida har viloyat bir rasm va an'ana xosi bor. Va bugun ham safar qilamiz viloyat Faryobga va bugungi aziz mehmonimiz ham Xotirajon Asadi. Bugun Xotirajon Asadi bizlarga aytadilar ki viloyat Faryobda qandoq rasm rivoj bor va bugun bizlarni ogohlantiradilar. Xo'p, Xotirajon salom, xush kelibsiz barnomaga. Ona til bilgan kishining izzatin qilgim kelur. Ona til bilgan kishining izzatin qilgim kelur. Ona tilni oldidan oltin berib olgim kelur. Onada muhabbat bo'lsa, ona tilda so'zlashay. Onada muhabbat bo'lsa, ona tilda so'zlashay. So'zlagan har bir kishining hurmatin qilgim kelur. So'zlagan har bir kishining izzatin qilgim kelur. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hammadan oldin hamma vatandoshlarimga salomlarimni taqdim qilaman va aziz vatandoshlarimizga Afg'onistondan tashqariga zindagi qiladilar. Ularga salomlarimni taqdim etaman. Ertamlaringiz xayrli bo'lsin. Umid qilamanki orzu subh orzu dasturida inshaalloh bir qiziqarli dasturni va aziz vatandoshlarim sizlarga taqdim etsak. Xeyli xush kelibsiz Xotirajon. Aytadilar ki shoirlar ham odam o'ltirsa hech imkon yo'qki bularni she'ridan, diklomlardan mustafid bo'lmasa. Bugun men ham voqean xeyli kayf etdim. Barnomani shurusida xeyli yaxshi dikloma qildingiz. Xo'p, Xotirajon, keling bundan gapiraylik. Viloyat Faryobni qaysi rasm rivojlari bor va qaysi rasm rivojlarini viloyat Faryobni siz ta'rif qilasiz? Avvalda men boyad aytsam ki bir muarifi men Faryobdan men avvalga aytsam ki Faryob viloyati Afg'onistonning 34 viloyatdan bir viloyati bo'lgan. Ko'p bir go'zal, ko'p bir xushro'y viloyatlaridan biri, Ko'histoni bir tabiati bir xushro'y, go'zal, chiroyli viloyatlardan biri bo'lgan. Uning ulusollari har qaysisi har mevaga, har narsaga mashhur bo'lgan. Faryob men shunda kitoblarni vaqtida men mutolaa qildim, o'qidim. Bu menga men buni topdimki aytbakan Faryob Afg'onistonda yo hatto ayta olamanki dunyoni o'ziga jannat bo'lgan bir viloyatlardan biridir. Faryobni xushro'yliklari, Faryobning markazi Maymana bo'lgan, uni bog'lari, uni ulusolilari ki biz ayta olamiz ulusoli Gurzivon biri, undan keyin ulusoli Qaysor, ulusoli Almor va bir joyki aslan bizlarni asli farhangimiz, rasmimiz, an'anamiz Anxuy ulusolisidan shuru bo'lganki bizlar undan tamom dunyoga hatto uni shuhrati bor, uni qolinining shuhrati bor. Buni bizlar yodg'oriy qila olamizki Faryob manbai o'sha farhang, rasm va rusumi Afg'oniston ham undan ot tuta olamiz bizlar. Voqean viloyat Faryob joyga turk taborlar zindagi qiladilar. Xo'p, Xotirajon, menga aytingki sizni qaysi rasm va rivoji yoqtiradi viloyat Faryobni? Viloyat Faryobni qaysi rasm va rivojlari? Viloyat Faryob mardumi, xalqi ko'p bir shirin zabon xalq bo'lgan, mehmonnavoz xalq bo'lgan. Ana shu mehmonnavozliklari menga ko'p yoqadi. Afg'onistonda shuhrasi bor Faryob viloyatini. Ki hatto bizlar mana shu necha yilga Afg'onistondan tashqari xorijiy kishvarlardan bizlarning mehmonlarimiz bor. Vaqtiki bahor fasli keladi, mehmonlarimiz ko'payadi. Faryobni ulusolilari, ko'hlari, jangallari sabza bo'ladi, sabzi xurram bo'ladi. Mardumimiz keladilar, o'rdan lazzat eltadilar. U tabiatdan Alloh taoloning bergan, yaratgan narsalardan ular lazzat eltadilar. Ko'p bir menga yoqadi bu va undan keyin rasm rivojimiz, an'analarimiz ko'p. Undan biri
mardumni eng narsasi ki yaxshi dunyoga bizani tonibtira oladi, u bizlarni farhangimiz, rasm rusumimiz bo'ladi. Undan biri bizani o'z tilimiz. Undan nari bizani o'z kiyishimiz. Undan nari bizani o'sha rasm rivojiga masalan hayit kunlariga bizlarga keladi, bahor kunlariga bizlarga keladi. Mana shu Faryobni tamom dunyoga va Afg'onistonga tanittirgandi. Воқеан ҳар бир кишини ҳуяти уни фарҳанги. Хуб, Хотира ҷон, манга айтин ки ҳолати маданист ва муҷаррадмисиз ё муттаҳил? Men o'zim mujarradman. Ko'p yaxshi. Xub, bu savolni ба хотири со'radim ki, shu to'y haqida savol so'raymanki, Xotirajon, Foryob viloyatini to'ylari boshqa viloyatlar bilan nima farqi bor? Masalan, viloyati Balxda rasm ravoji farq etadi. Mumkinki mana shu to'ylar ham farq etsa, rasm ravojlari. Bu haqida aytingki, viloyati Foryobni to'ylari qandoq? Qaysi marosimlarni tag bo'ladi? Viloyati Faryobda to'ylarimiz ko'p bir an'anali, ko'p bir yaxshi tariqada ijro etiladi. Biza Faryobda mardum o'zbek taborimiz ki men taxminan aytamanki viloyati Faryobni 80% o'zbek mardumi tashkil beradi. U dalilga biza to'ylardan ilgariroq ko'p bir marosimlari ko'p bo'ladi ularni. Masalan, to'ydan ilgari bizdan bir o'yinimiz bor. Tamomi dunyoga hatto bu ot chiqargan o'g'loq o'yini deydilar. To'ydan ilgari erkaklar uni anjom beradilar. Undan keyin uyga xotinlar she'r va taronalar o'qiydilar. Xina kechasini ilgaridan oladilar. Undan keyin to'y bo'ladi. To'y bizga kelinlarga guldo'zi qililgan qololarni bizlarni eng asil farhangimizni dunyoga ko'rsatadi. Ularni kiyadilar. Kiyovlarimizga chapan degan bir narsa bor ki o'zbeklarimizning farhangi u abra qolo degan bir narsa bor. Bizlar ularni xalqimiz kiyadilar, ulardan istifoda etadilar. Ko'p yaxshi, ko'p bir an'anali bir to'yni o'tkazadilar mardum Faryob, mardum o'zbekimiz. Daqiqan. Xo'p, hamkorimiz aytadilar-ki, xeyli vaqtingiz ko'toq. Bir savol xeyli ko'toq javob beringki, qaysi rasm ravoji ki viloyat Faryobda bor, vali shu bilan mardumni yodidan chiqqan qaysi rasm ravojlar? Opajon, men hamisha bunga men fikr qilamanki, rasm rivoj, farhang, tilimiz, an'analarimiz bizlarni dunyoga tanittiradi. Mutaassifona bizlar o'z ona tilimiz bor, lekin ohista shu ona tilimiz bu nobudlikka ketyapti. Nima uchun? Boyat o'z ona tilimizni tirik qo'ysak, boyat ona tilimizni rivoj berdirsak, nasloy ba'diga bizlar intiqol berdirib olsak, ko'p bir saxt bo'lgan. Men javonlardan voqan men taassuf etaman bir o'zlarga, hatto mendan bir o'z bir tasavvur qilganki, so'shal mediada nima uchun oting inglizga sabt emaski Xotira Asadiy. Men aytdim, men o'zbekman, men afg'onman, nima uchun ona tilimda men basafati bu ki men bir Afg'onistonga zinaglik qilaman, nima uchun o'z ona tilimda rivoj bermay? Voqan shu meni mutaassir bo'laman, bu ki javonlar boyad o'z ona tilimizni, o'z farhangimizni, o'z asliyatimizni yodimizdan chiqarmasak. Mana shu katta bir mushkil bo'lgan. Kattadan katta rahmat sizdan ki Xotirajon da'vatingizni ijobat etdingiz, xeyli shirin suhbat etdingiz.